Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz Umid Shimshak yozgan Uchar Universiteti degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Buni Uyg'ur tadqiqot instituti tarjima qilgan. Tema bir Nobel hikoyasi. Mariya Sklodoviska yanvar qo'zg'oloni bostirilib 3 yil o'tgandan keyin 1867-yilning noyabr oyida Polshalik bir oilaning 5-farzandi bo'lib dunyoga keldi. Mariyaning onasimi, dadasimi ma'arifchi edi. Lekin 5 balni beqishga majbur bo'lib qolg'ashqa, onasi shu kungacha davomlashtirib kelgan maktab rahbarligidan ayrildi. Dadasi Vladislav bo'lsa, matematika va fizika o'qituvchisi edi. Mariya dunyoga kelib 1 yildak vaqt o'tgandan keyin to'liq o'rta maktabning muavin mudirligiga o'sdi. Ve bu vazifani 5 yil o'tgandan keyin Rus amaldorlarining ziyonkashligiga uchrab xizmatidan ayrilib qoldi. Bu jarayonda oilaning beshiga moddiy qiyinchiliklardan boshqa musibatlarmi keldi. Mariya yoki oila ichidagi atalishi bo'yicha Manya 5 yoshida ochilarining biridan 8 yoshga kirgan chog'da onasidan ayrilib qoldi. Lekin bu musibatlar bir tarafdan Mariyaning ruhida bo'ronlarni paydo qilsa, yana bir tarafdan oila a'zolarining bir-biriga texmo cho'nqur muhabbat bilan muomala qilib, bir gavdaga aylanishiga vosita bo'ldi. Oilani bir arada tutib turgan bu mustahkam rishtalar orasida bilim va san'atmu alohida o'rinni egallaydi. Atalari Manya bilan uning qarindoshlarini faqat ko'ngil bilish va mehr shafqat bilanla emas, ayni vaqtda ilmiy jihatdan oziqlantirgan edi. Buning shu davrning ma'na va ahamiyatiga muvofiq bir xil ta'lim-tarbiya faoliyati ekanligini tushunib olish qiyin emas edi. Va Mariyaning uyidan boshqa Varshavadagi nurg'un uylarda mushunga o'xshash holat davom qilmoqda edi. Asosan degudek barliq polshaliklarga o'xshash Mariyamu Ruslarga qarshi qo'zg'olonlarga bir qancha a'zosi bilan birlikda ishtirok qilgan bir oilada o'sib yetildi va milliy qarshilik ko'rsatish ingini mushu atmosfera ichida qong'udek sumirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mariyaning buvisi Yosef 1830-yildagi qo'zg'olonda zambarakchi bo'lib vazifa o'tagan va qo'zg'olon asnosida Ruslarga asirga tushib qolgan edi. Tağısı Zedislav bo'lsa yanvar qo'zg'olonida 2 qatim yaralangan, oxiri Fransiyaga qochib ketgan edi. Yana bir tağısı Henrikmu mazkur qo'zg'olonga qatnashgan bo'lib, Mariya dunyoga kelganda Sibiriyada 4 yillik surgun jazosini tortmoqda edi. Mariyaning otasi Vladislav bo'lsa siyosiy jihatdan organik xizmatlarning tarafiga tushadi. Biroq bu uning romantiklar bilan hech qanday aloqasi yo'q deganlik bo'lmaydi. Mariya ilim ve edebiyat bilen atısının sayısında tanıştı. Dadam tabiat haqida gap qilishni ve onu tushuntirishni to'lim yaxshi ko'radi, deydi Mariya. Afsuski, o'ylaganlarini sinoq qildigan bir tajribaxondan mahrum edi. Mariyaning o'g'il qarindoshi Yosefmu atasi to'g'risida biz cho'ng bo'lgan chog'imizda har turli savollarga duch kelganda go'yoki bir ensiklopediyaga o'xshash uningga murojaat qilatdiq, deydi. Vladislav adabiyotga qiziqadi. U rus, fransuz, ingliz va nemis tillarini biladi. Shanba kunlari kechda 7 dan 9 gacha Mariyalarning uyida adabiyot darslari bo'ladi. Bu yig'ilishlarda Vladislav oila a'zolarini atrofiga yig'ib, ularga jironliq ovozi bilan qat'iy sun'iylik aralashtirmasdan she'r nasrlarni o'qib beradi. O'qigan asarlarning ko'pinchisi surgundagi polshalik romantiklarning cheklangan she'r va nasrlari edi. Mariyaning oilasi Helena bu she'rlar orqali dadam bizga Polshaning ishg'olchilariga qarshi nafratni singdirdi, deydi. Mariyaning she'r bo'lgan qiziqishi Polsha adabiyotining bu shahona asarlari sayesinde cho'nqirladi. U oqshomlar hammamizga kuchli huzur bag'ishlaydi va vatanparvarlik tuyg'ularimizni yanglaydi, deydi yana. Yozliq ta'tilining bir qismini o'tkazgan ikki tag'isining uylaridimi Mariya o'xshashla ilim va san'at havosida nafaslanadi. Yana kelib, bevosita o'rindalgan naqshi musiqalarni qong'udek anglash imkoniyatiga ega bo'ladi.
Bu tağlardan Henrik yanvar qo'zg'alganidan keyin Sibiriyaga surgun qilinib, u yerda 4 yil turgan edi. Uning yana bir tag'isi Vladislavning uyimi kitoblarga to'shib ketgan edi. Har ikkisi iskrab chilatdi. Mushundaq ilm, san'at va vatanparvarlik muhitida Mariyaning o'rta maktabni bitirishi qiyinga to'xtamadi. Biroq navbat universitet o'qishiga kelganda boshqa jinsdoshlariga o'xshashla umu oldida taqoq ishiklarni ko'ratdi. U davrlarda qurbi yetadiganlar chet ellarga ketib, o'qishni boshqa davlatlarda Polshadagiga qaraganda nihoyat erkin sharoit ostida davomlashtiradi. Mariyaning unda qilish imkoniyati yo'q edi. Buning bilan birga vaziyatni talto'kis umidsiz deb ketgilimi bo'lmaydi. Nurg'ulg'an polshalik yoshlarga o'xshash umu uchar universitetiga tizimga oldirdi. Mariya Siklodeviska uchar universitetining boshlang'ich mezgillarini oradan yillar o'tgandan keyin tuvandikicha bayon qiladi. Mening gruppam davlat istiqbolining, xalqning ong va kayfiyatini yuqori ko'tarish uchun sarf qilinadigan, tirishchanlik bilan qutuldiganligiga ishongan yoshlar guruhlarining biri edi. Bir yerga jam bo'ldik va bir-birimizga oqshomlari dars o'tishni qaror qildik. Har birimiz boshqalarga o'zi eng yaxshi biladigan narsalarni tushuntirdi. Mariya ajisi Bironia bilan birlikda uchar universitetda o'qishini davomlashtirdi. İki acı singil bir planni o'ttirga qo'ydi. Ular bir amallarni qilib Parijga berib, ilgarilab o'qishini davomlashtirmoqchi bo'ldi. Buning uchun oldi bilan Mariya ishlab, Bironianing chiqimlarini qamdaydigan, orqadan Bironia o'qishni bitirgandan keyin topgan puli bilan Mariyani o'qitadigan bo'ldi. Bu planga asosan Mariya Varshavaga nihoyat yiroq joydagi bir yozliq uyda bola boquvchilik qilishga boshladi. Bola boquvchilik qilgan kunlari Mariyaning xizmatlari texmi eg'irlashgan kunlar bo'ldi. Dastlabda faqatla o'rganadigan Mariya bu qitim bola beqish bilan mashg'ul bo'ladi. Ishib qolgan vaqtlarda yana o'rganishini davomlashtiradi va yeza bolalarga dars o'tadi. Mariya u mezgilda jiyani Henri Inita Mixaloviskaga yozgan maktublarining birida oqshomlari soat 9 da kitoblarining beshiga o'talaydiganligi. Bunun bilan qolmay, atdigan soat 6 da o'rnidan turib, kundalik ishlarni boshlashdan ilgari yana dars o'rganganligini bayon qilgan edi. U asnoda o'qiyotgan kitoblarini Mariya tuvandikicha sanab o'tgan edi. Birinchi, Danielning fizikasi, birinchi tomi tugidi. Ikkinchisi, Spencerning jamiyatshunosligi, fransuzcha. Uchinchi, Paul Birisning anatomiya va fiziologiya darslari, ruscha. Mariya bir vaqtda bir qancha loyiha bilan mashg'ul bo'lishning zehnini jonliq tutadiganligini biladi. Aksicha bo'lganda, davomli birla temaga markazlashish aslida haddidan ziyoda besim ostidagi mingisini bekla charchatadi. O'qib charchagan, bir narsani tushunolmaydek darajada garanglashib ketgan chaqlar uchun bo'lsa, Mariya osonlikcha odamning aqliga kelmaydigan bir yo'lni tepib olgan edi. Bundaq chaqlarda matematika yoki trigonomiya masalalarini yeshiman. Bu diqqatimning chechilib ketishining oldini oladi va meni qaytadan jonlantirdi. Bu mashg'uliyatlar bilan birga Mariya yana dehqonlarning bolalarini tarbiyalashga tutishgan edi. Mariya xo'jayinning qizi Bironka bilan birlikda dehqonlarning bolalaridan tashkil topgan bir sinfga har kuni 2 soat o'qish, yezish dars o'tadi. Uning bu ishlari Polsha pozitivizmining danglik yozuvchisi Eliza Orzishkovaning hikoyasidagi Antonina xonimga o'xshaydi. Antonina mu xeyli kichik yoshlardan tortib bir yot uyda bola boquvchilik qilishga boshlagan edi va fursat topsa yo'qsul bolalarga bir narsani o'rgatish bilan mashg'ul bo'ladi. Hem o'zini taraqqiy qildirish, hem dehqon bolalarga bir narsalarni o'rgatish Antoninada shundoq bir ishtiyoqqa aylangan ediki, yotog'idagi chiroq kecha bo'yicha o'chmaydi. Mariyaning yotog'imi asosan degidek shunga o'xshab ketadi. Dehqon bolalarini tarbiyalash faoliyatlari organik xizmat ishida ikki jihatdan muhim o'ringa ega edi. Birinchisi, shu kamgicha dehqonlar qatlami bilan pomishchiklar va ziyonlar orasida tilga olgudek o'rtaq zamin shakllanmagan edi. Ziyonlarning mustaqillik va erkinlik degandek g'oyalari yezliqlarga nisbatan unchavala cho'nqur ma'niga ega emas edi.
Pomishchiklar bilan dehqonlar orasidagi munosabatmi ikki qatlamning o'rtaq kurash qilishiga hassa qo'shadigan munosabat emas edi. Onun üstüge Ruslarning yer islohoti degandek tadbirlari, ular bilan polshalik millatchilar orasidagi musofani texmi yiroqlashtirishni nishon qilgan harakatlar edi. Bu nuqtadan olganda, dehqonlarning oqirishiga xizmat qilgan hamma narsa ular bilan millatparvar ziyonlarni o'zaro yaqinlashtirgan bir qadam deganlik bo'ladi. Ikkinchisi, ruslarning dehqon bolalariga berilgan ma'arif ruscha edi. Buning dehqonlar bilan qilchimi aloqasi bo'lmaganligi uchun nadonlik bekla umumlashib ketgan edi. Organi xizmat tarafdorlarining bu jarayonda Mariyaning go'yoki hikoya qahramoni Antonina xonimga o'xshash dehqon bolalariga polsha tilida dars o'tishi, masalaning negiziga markazlashish va ruslar vayron qilib tashlashga urinayotgan narsani yiltizin mustahkamlash deganlik bo'ladi. Aradan uzun o'tmayla Mariyaning xiyollari yana bir-birlab reallikqa aylanishga boshladi. Ajisi Bironia uni Parijga akeldirgunida u qizg'inligini bo'shashtirmasdan, hatto uningdan kutayotgan ijtimoiy mas'uliyatlarni to'liq ado qila olmagudek darajadagi mo'l kitoblari ichida hayotini davomlashtirdi. U yerda ismining fransuzcha nusxasi bo'lgan Maria degan ism bilan Sorbonne universitetiga kirdi. Universitetga berib, ko'mir chiqimlarini tejab qilish uchun kech vaqtlargacha kutubxonada o'rganish qilgandan keyin yuqori qavatdagi kichik xonasiga qaytadi. Tamiqi yog' surtilgan non bilan choydan iborat edi. Nihoyatda ayrim ahvollarda bu tizimlikka bir tuxum qo'shiladi. Bir mezgil ozuqliq yetarsizligi tufayli davolanishga majbur bo'lib qolgan bo'lsa-mu, bir oz o'ziga kelmayla yana burunqi tirishchanligi va ozuqlanish odati bo'yicha darslarini davomlashtirdi. Bu jarayonda taqdir uni Pieri bilan uchrashtirdi. U mayli kishilik xarakteri, mayli g'oyalari jihatda bo'lsin, Mariyani cho'nqur ta'sirlantirgan biri edi. Bir mezgil o'tgandan keyin Mariya uningdan tuvandagidek bir taklif oldi. Nihoyatda go'zal bir ish bo'lgan bo'ladi. Men umid qilishga jasorat qila olmoqdek darajada go'zal bir ish. Agar hayotimizni bir-birimizning yanida, xiyollarimiz bilan sehrlangan bir shaklda o'tkazadigan bo'lsak, sening vatanparvar xiyollaring, mening insonparvar xiyollarim bilan va bizning ilmiy xiyollarimiz. Uzun o'tmay Mariya bilan Pierre o'ylandi va xizmatlarini birlikda davomlashtirdi. Bu xizmatlar ularning har ikkisini 1903-yili Nobel mukofotiga erishtirdi. Shunda qilib, Mariya Nobel mukofotiga erishgan tunji ayol degan unvonga erishdi. Biroq u buning bilan bo'ldi qilmay, 1911-yili 2 qitimliq Nobel mukofotiga erishib, 2 qitim Nobel mukofotiga erishgan bir ayol bo'lish sifati bilan ilm arboblarimo yetalmagan bir rekordni yaratdi. Sap Polsha millatchiligi va erkinlik jangchisi bu ayol butkul dunyo ismini biladigan Mariya Kiori'dan boshqasi emas edi. Uning davlatiga va insoniyatga qilgan xizmatlarida yerib charchashni bilmaydigan, muntizim xizmatlarining yiroq ko'rar vatanparvar bir otining, ulug'vor g'oyaga ega bir muhitning, she'rlari, asarlari, rasmlari, muzikasi bilan uningga o'xshash kishilarga ilhom manbasi bo'lgan san'atchilarning har birining muqarrar holda bir to'kpisi bor edi. Lekin bularning hammasining orqasida to'xtovsiz besimlari bilan Mariyaning va uningga o'xshash nurg'un kishilarning ichki dunyosida yotgan qobiliyatlarning xolamay turib bo'lsa-mu, g'idiqnishiga vosita bo'lgan ruslarning to'kpisini astin chiqarmaslik lozim. Tema taqib etish bilan tugab ketmaydigan maktablar. Uchar Universiteti 1883-yili qurilgandan tortib, asli holatini saqlab qolgan holda 1905-yilgacha xizmatini davomlashtirdi. Bo'libmi ayollarning bu qonunsiz ma'rif o'rniga bo'lgan qiziqishi kuchlik edi. Ular o'quvchilarning 70%ni tashkil qiladi. Bu jarayonda 3000 qiz Uchar Universitetidan diplom oldi. Uchar Universitet diplomining 6 yillik astoydil o'qitish natijasi bilan ilinganligini nazarga olganda, 22 yil ichida bu universitetda qanchalik odamning o'qiganligini mo'lcharlash qiyin emas. 1905-yili Uchar Universiteti yerim qonuniy salohiyatga ega bo'ldi.
Shu yili Ruslarning Yaponiyaga orqa-orqadan mag'lub bo'lishi, Rossiyada keng ko'lamli qalaymaqonchiliklarning yuz berishini keltirib chiqargan. Orqadan Polshadagi maktablarni boyqut qilish harakatlari boshlangan edi. Bu jarayonda Uchar universitetimi ilmiy kurslar o'rtaq gavdisi degan ism ostida qonuniy qurilmaga ega bo'ldi. Lekin bundaq bir organik universitet sifatida faoliyat ilib berishi yanada qonunlarga xilof edi. Chunki ilmiy kurslar o'rtaq gavdisi rasmiy organlarning nazarida akademik jamiyat deb qaralatdi. Shundaqdimi u qonunsiz holda Uchar universitetining faoliyatlarini davomlashtirmoqda edi. Yerim qonuniy salohiyatga ega bo'lgandan keyingi birinchi o'qitish yilida Uchar universitetining ijtimoiy fanlar bo'limida 700, fan va matematika bo'limida 600 o'quvchi bor edi. 1905-yildan 1919-yillar orasida Uchar universitetining 300 dak o'quvchilar qo'shini bor bo'ldi va har yili o'rtacha 2500 o'quvchi bu universitetga tizimlatdi. 1919-yili Polsha mustaqillikka erishib, yangi davlat universitetlari qurilganda, ilmiy kurslar o'rtaq gavdisi Volna Voshixnista degan ismda shaxsiy universitetga aylandi. 1905-yili Polshaga ma'arif jihatda boshqa yangiliklarni ilib keldi. Universitetlarda boshlanib boshlang'ich maktablargacha kengaygan boyqutlar natijasida davlat Polsha tilida dars o'tilgan shaxsiy maktablarning echilishiga ruxsat qildi. Lekin shaxsiy maktablarning diplomlari ya askarlikka tizimlatganda yoki Galitsiya sirtidagi universitetlarga kiradigan chaqda ishga yaramaydi. Bir qancha yildan keyin Shveysariya bilan boshqa ba'zi Yevropa davlatlari bu maktablarning diplomlarini e'tirof qilishga boshlagan bo'lsa-mu, Ruslar bunday qilishga faqatla yaqin kelmadi. Nimalar bo'lmasin, qo'lga keltirilgan bu ish polshaliklarga nisbatan bir fursat edi. Polshaliklar istixiyalik holda bu fursatni bir ma'arif safarbarligiga aylantirdi. Buningdan burun, ya'ni 1882-yili dаңliq yozuvchi Josef tug'ilgan kunini xotirlash munosabati bilan to'plangan fondini ishlatib, Galitsiyada boshlang'ich va boshlang'ich ma'rifini umumlashtirishni nishon qilgan polshalik maktab ana safarbarligi bu qitim 100 minglarcha o'quvchini o'ziga olgan bir tashkillanishga aylandi. Her tarafda arqa-arqadan kütüphanelar açıldı. O'qish, yezish, davlat miqyosida umumlashdi. Maktab ana bo'lsa, taraf-taraflardagi boshlang'ich maktablar va kütüphanelari bilan birlikda bir oyga bormagan qisqa vaqt ichida nihoyat zo'r ko'lamlik ma'arif to'riga aylandi. Bundaq bir ma'arif safarbarligini qisqa vaqt ichida mushundaq tashkillik holatga keltirish oson ish emas edi. Onun ustiga ishlarga qiyinchilik tug'diradigan boshqa masalalarmi bor edi. Davlat atalmış erkin qo'yayotgan shaxsiy maktablarning ochilishini bir talay rasmiyatlarga chirmayotgan. Har bir maktabda vazifa o'taydigan o'quvchilar to'g'risida eng inchika tafsilotlargacha bo'lgan barliq narsalarni isbotlash shartini qo'ygan edi. Mana mushunda qiyinchiliklarni yengib, faoliyat boshlashga muvaffaq bo'lgan maktablar buningdan keyinmi mavjudligini davomlashtirish uchun kurash qilishga majbur edi. Masalan, bir maktab yig'inida davlat tarafidan yod deb qaralgan kishining so'z qilib qo'yishi minglarcha rublilik iqtisodiy jazoning berilishiga sabab bo'ladi. Qisqa vaqt ichida yerlik rus amaldorlarining maktab ananing jamiyatda kuchkurtkichilik qilayotganligi va davlat maktablarining mavjudiyatini xavfga ichtirganligi to'g'risida voysashlarini anglashga boshladi. Nihoyat 1907-yilning oxirgi kunlarida maktab ana gavdisi butunlay taqib etildi. Taqib etilgan asnoda maktab ananing boshlang'ich maktablarda 63 ming, yaslilarda 2400 o'quvchisi bor edi. Mal mulki bo'lsa, mayli yer zamin va bino bo'lsin, mayli naqd pul bo'lsin, yuqori pallaga yetgan edi. Bular Ruslarning eg'ir bojlari ostida bellari pukilgan xalqning ming bir mushaqqatda yig'ib qilgan ionlardan iborat edi. Maktab anadan keyin boshqa bir organning qurilishiga ruxsat qilinmadi. Chunki davlat har xil yangi qurilmalarning burunqining davomida boshqa bir narsa bo'lmaydiganligini tunib yetgan edi. Maktab anadan keyin o'xshash turdagi o'rinlar, maktablar, kurslar va kutubxonalarmi bir-birlab taqib etildi.
Lekin nä bu maktablarning taqib etilishi, nä ruslar yo'l qo'ygan boshqa usullar xalqning qiziqishini majburiy yo'sinda bo'lsa-mu, davlat egiligidagi maktablarga yuzlantirish uchun hech qanday bir rol o'ynay olmagan edi. Lekin ishini yaxshi biladigan mustamlikachilar ishg'oliyati ostidagi millatlarning muqaddas narsalarini talto'kis yo'qotib tashlashning o'rniga uni o'zlariga nisbatan ziyonsiz holga tushirib qo'yish bilan kifoyalanadi. Chunki tig'ningmi, sopningmi qonqib qaytib keladigan xuyi bor edi. Ular bilan birlikda hisob qonqib qaytib kelgan ahvollarmi ko'p qatim ko'rildi. Darvaqa, Birinchi Dünya urushi boshlangan chaqda Polshaning ishg'olchilari shu chaqcha yiltizini quritib tashlamoqchi bo'lgan narsaga birdilla muhtoj holga tushib qoldi. Urushning bir tarafida ruslar, yana bir frontida bo'lsa germanlar bilan Avstriya bor edi. Her iki taraf kuchining yetishicha Polshalikni askarlik elib, bir-birlariga qarshi urushga salatdi. Bundaq ahvolda mustamlikachilar Polshaliklarning millatchi tuyg'ulari va erkinlik bo'lgan ishtiyoqlarining qat'iy kichik sanashqa bo'lmag'idek darajada muhim o'rinda turganligini qilcha kechikmasdan tunib yetdi. Urushning dastlabki kunlarida e'lon qilingan bayonotda Rus armiyasi bosh qo'mondoni Granduk Nikolas Polshaliklarga bir paxlan terisiga o'rangan holda nihoyat shirin so'zlar bilan xitob qilgan edi. Polshaliklar, ata-bobonglar tushlarini reallikqa aylantirgan vaqt mana allaqachon yetib keldi. Buningdan 1,5 asr burun Polshaning badini parchalangan edi. Lekin ruhi hech bir zaman o'lmadi. O daim Polsha milletining qaytadan tirilib, Buyuk Rossiya bilan qarindoshlarcha birlashadigan kunini ko'rish umidi ichida yashidi. Rus armiyasi sizlarga bu birlikning xo'sh xabarini elib keldi. Polsha xalqini ayirib etgan chegaralar endi yiqilsin. Polsha milleti Rus imperatorining saltanati himoyasida birlashsin. Bu saltanat ostida Polsha e'tiqodida, tilida va o'z-o'ziga xo'ja bo'lib erkin bir shaklda qaytadan tug'iladi. Rossiya sizlardan faqat birla narsani kutadi. O bo'lsa, tarix sizlarni o'zaro bog'lagan millatlarga teng barobar ko'z bilan qarshinglardir. Bag'rini ochgan, qarindoshlarcha qo'lini so'zgan holda Rossiya sizlarning oldinglarga keldi. Rossiya Grunwaldda dushmanni ag'dirib tashlagan qilishning hali ham dotlashib qolmaganligiga ishonadi. Rossiya armiyasi Hindi okean qirg'oqlaridan tortib Shimoliy dengizgacha bo'lgan joylarda harakat holatida yangi bir hayotga ishorat qiladigan tong yulduzi sizlar uchun yuksalmoqda. Millatlarning qaytadan tug'ilishining simovi bo'lgan kirsit qaytadan haybatlik holda u shafaqda chaqnasin. Gomindangni ag'dirib tashlab Uyg'urlarga yangi Shinjang barpo qilib beramiz deb dabdabilik va'da qasamlanmagan Xitoy kommunist mas'ullariga gap qilibdi bularmi? Ruslarning qarindoshlarcha so'zilgan qo'llarining Polshaliklarga nisbatan bir dor, o'q yoki kishandan boshqa narsadan derak bermaydiganligi aniq edi. Chunki ular yuz berayotgan ishlarning hech birini esdan chiqarib qo'ymagan edi. Biroq bu shirin so'zlar ba'zilarga ta'sir ko'rsatishga kechikmadi. Bir qism pomishchilar bilan san'atchilar ishchi dehqonlarning haq-huquq talablaridan zerikib ketgan edi va ruslarning mavjudligi ularni nurg'un mushkulliklardan qutuldirib qolatdi. Yana kelib, Rossiya Polsha mahsulotlari uchun nihoyat cho'ng bir bozor hisoblanadi. Bu bozorning qo'ldan ketkizib qo'yilmasligi kerakligiga ishonganlar bor edi. Bu bozorning qo'ldan ketkizib qo'yilmasligi kerakligiga ishonganlar bor edi. Yana ba'zilar, qandaqil bo'lmasin, Rossiya demokratiyani olib keladi. U chaqda Polshaliklarning Rossiyadagi nufuzi o'zigidan kuchaydi degan qarashda edi. Yana bir tarafdan, urushda Rossiyaga qarshi Avstriyaning sepidan o'rin olish Polshaliklarga nisbatan eng oqilona yo'lda qiladi. Lekin germanlarmi shu sepda? Germanlarning Polsha xalqi va kulturi to'g'risidagi niyatlari ruslarninkidan farqlanmaydi. Lekin Polshaliklar o'z zaminlarida davomlashayotgan urushda har ikkisiga taqobil tura olmaydigan bo'lg'ashqa eng muloyim ishg'olchi Avstriyaning sepidan o'rin olish yo'lini tanlaydi. Nima amal? Bu urushda germanlarmi Avstriyaning ittifoqdoshi edi.
Əslində Polşalıqlar 3 fərqli dövlətinin qoşunu içində hər iki səpdə məcburi o'rin aldı. 2 yil ichida Rossiya, Germaniya va Avstriya armiyalari 2 million yaqin polshalikqa qurol tutqizdi. Bu 2 million polshalik o'zlariga munosabatsiz bir urushda dushmanlar uchun bir-birlariga qarshi urush qildi. Ularning 450 mingi o'z ziminlarida yuz bergan bu urushda ishg'olchi davlatlardan biri uchun jinidan ayrildi. 100 minglarcha polshalik bo'lsa Germaniyaga, emgak lagerlariga avatildi. Bu jarayonda polshaliklarning Yosif 1867-yildan 1935-yilgacha yashagan. Uning qo'mondonligida tashkillangan fidokorona askarlar Avstriya sepida turib, ruslarga qarshi urush qilmoqda edi. Pilsudski Polshaning faqat qurolliq kurash soyasida qutula oladiganligiga ishonganlarning biri edi va o'quvchilik mezgillardagi faoliyatlari sababidan Sibiriyaga surgun qilingan edi. Sürgün yillarida bir tarafdan qarashlarini atrofdagilarga singdirsa, yana bir tarafdan harbiy sohada o'zini yetishtirgan Pilodonskiy keyingi chaqlarda Polshada maxfiy harbiy maktablarni ochib, kelajakning ofitserlarini yetishtirishga boshlagan edi. Pilodonskiy Birinchi Dunyo urushida 10 ming kishilik bir qo'shin tashkillab, ruslarga qarshi urush qilishga boshlaganda, davlatining oldingi qatordagi yozuvchi, shoir va san'atchilaridan nurg'un kishi bu qo'shinda ofitser bo'lib vazifa o'tagan edi. Shunda qilib, organik xizmatlar bilan qurolliq kurash tarafdorlari garchi farqli qarashlarni yoqlasimi, natijada bir-birlarining ilhom va kuch manbasi bo'lmoqda edi. Bir tarafda Pilodonskiyga o'xshash o'tda yenib turgan bir askar. Boshlaydigan kurashning tayyorlik bosqichini kuchlik tarbiyalash o'tkildan o'tkazishning zarurligini his qilgan bo'lsa, yana bir tarafda ilm va san'at sohasida xizmat qilib, kelajak avlodlarni yetishtirgan kishilar davlatning mustaqilligi uchun qurollarini ilib urush maydonlariga, qismlarining beshiga qarab chopmoqda edi. Hatto faqat mushi ish uchun maxsus tarbiyalanadi. Urushmu polshaliklarga nisbatan shu chaqning sharoitiga mos tarbiyalash faoliyatlarining bir vositasi bo'ldi. Galitsiyadan boshlanib davlatning boshqa rayonlarigacha yeyilgan bu faoliyatlarda polshaliklarga urush taktikalarini o'rgatadigan kitoblar va tashviqot varaqalari besilib tarqatildi. Ayollar bo'lsa, urush o'zlaridan kutayotgan ehtimoli bor bo'lgan vazifalar bilan birlikda yezib chiqarish, kitob va jurnal besish, bolalar va o'qish yezishni bilmaydiganlarga kurslarni echish degandek, urush mezgillarida osonlikcha odamning aqliga kelmaydigan ishlarni yana umumyuzlik ma'rif safarbarligi holatida ustiga oldi. Chunki ruslarning davlatdan chekinishi mumkin edi. Ular ketmayla butul davlat miqyosida Polsha kulturini qaytadan chaqnatadigan ma'arif safarbarligi boshlanishi kerak edi. Bundaq bir safarbarlik uchun o'qituvchilar yetishtirilishi lozim edi. Bu maqsadda 1915-yili ustida bir dunyo urushi davomlashayotgan bir ziminda 20 dak pedagogika maktabi ochildi. Bu maktablarning hammasida birdilla qistongchilik yuz berdi. Bu jarayonda ilgari taqib etilgan universitet va maktablarmu bir-birlab ochildi va ularga yangi maktablar qo'shildi. Nihoyat 1916-yili noyabrda Germaniya bilan Avstriya mustaqil Polsha xonligini e'lon qildi. Pilsudski qurilgan yangi hukumatning harbiy qanotida vazifa o'taydi. Uning Varshavaga kelishi zafar quchgan bir qo'mondonning shaharga kirishidan farqsiz dag'dug'aga aylangan edi. Odamlar to'pi uni gul chamraklar bilan ko'mivatdi. İnsanlar uning harbisidagi otlarni chiqarib etib, harvini o'zlari so'ragan holda shahar ko'chalarida aylantirdi. U manzarni ko'rgan bir yozuvchi Pilsudski to'g'risida mundaq deb yozgan edi. Hech kim tarafidan saylanmadi. Hech kim uni tayinlamadi. Biroq kecha zulmati ichidagi bir chaqmoq misoli tug'ilib, ularga lider bo'ldi. Lekin davlatni butunlay ishg'ol qilib olgan Germaniyaning bu mustaqil davlatning qo'lidagi tizginini qo'yib etish niyati borda qilmaydi. Shu kungacha Avstriyaning qo'mondonligida urush qilgan qo'shinning Germaniyaning qo'mondonligiga o'tishi talab qilinib, Pilsudski bu talabni rad qilib vazifasidan istifa berdi. Orqadilla tutqun qilindi.
Mustaqillik harakati buningdan keyin Parijni markaz qildi. Birinchi Dünya urushining oxirlashishi Polshaning haqiqiy ma'nodagi mustaqil davlatga aylanishi deganliklar bo'ladi. 1918-yili 9-noyabrda davlatning mustaqilligi e'lon qilindi. 10-noyabrda surgundagi Pilsudskiy qaytib kelib prezident bo'ldi. Lekin bu milliy qahramon kechikmasdilla qilgan qahramonliklarining talonini millatining oldiga qo'ydi. Gerçi asosiy qonun uni prezident sifatida parlamentning oldida javobgar deb bekitgan bo'lsa-mu, Pilsudskiy armiya sepidan ketganligi, shundaqla bosh qo'mondon bo'lganligi uchun bu hukm tatbiqlanmaydi. Oxiri 1926-yili Pilsudskiy askarlarini Varshavaga ilib kirib, hukumatni ag'dirib tashildi. Parlamentni amaldan qoldirdi. Shuningdan tartib toki 1933-yili vafot bo'lguncha haqiqiy bir diktator bo'lib Polshada hayvisini ko'rsatdi.